Shalola Hayitova 2024-yil aprel oyidan boshlab Shahrisabz tumani Chorshanbe mahallasida ijtimoiy xodim lavozimida ishlab kelmoqda. 2025-yil Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan o'tkazilgan eng faol ijtimoiy xodim ko'rik-tanlovida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Mahalladagi ijtimoiy xodimlar asosiy faoliyatlarini case management asosida olib borishadi. Shunga ko'ra Shalola Hayitova tomonidan bugungi kunga qadar 27 ta case ochilgan bo'lib, shundan 25 tasi ijobiy yakunlangan. Ikkitasi esa jarayonda. Ijobiy yakunlangan case namunalaridan biri Jalol va Muhayyo Chorshanbeyevni u kishini farzandlari 3 nafar farzandlari borda, shu 3-farzandlari yana tug'ma nogironlik aniqlangan case ochib, u kishini farzandlarini Qarshi shahridagi Imkon bog'chasiga joylashtirishga muvaffaq bo'lganmiz. Mubinaxon bog'chaga joylashgandan keyin Mubinani ayasi korji ishlab chiqarish mahsulotini yo'lga qo'ydilar. Hozirgi kunda mahsulot boshqa tumanlarga ham yetkazib berilyapti. Ko'rsatmagan doktorimiz qolmadi. Ijtimoiy xodimimiz Shalolaxon kelib, shu Imkon bog'chasini borligini aytdilar. Mana shu kishini maslahati bilan olib bordik. Mana Allohga shukr, nevaram yaxshi. 2-yil bu yil mana oyog'ini bosmasdi. 11 kilo, 12 kilodan besi oshmagan. Hozir mana 15 kiloga ko'tarildi. Mentaldan 6 medallar oldi nevaraginam. Rasmlarni juda chiroyli chizadi. Yozuvlari ham juda yaxshi. San'atga qiziqadi. Qo'shiqlarni shunaqa aytadi, hayron qolasiz. Mahalladagi ijtimoiy xodimlar tomonidan aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha mini ijtimoiy loyihalar ishlab chiqilmoqda. Loyiha ish bilan ta'minlash, reabilitatsiya, ta'lim, kasbga o'rgatish va boshqa yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Mana shunday loyihalardan birini tashkil etgan ijtimoiy xodim tomonidan dastlab mahalladagi ta'limga qiziqishi yuqori bo'lgan kambag'al oilalar ro'yxati shakllantirildi. Shunga ko'ra, ularning qiziqishlaridan kelib chiqib, fan to'garaklariga bepul jalb etildi. Farzandim 8-sinfda o'qiydi. Ingliz tilidan shaharga uzoq joyga borib kelishidan kech keldi, qo'rqib qo'ymadim. Bepul tayyorlov kurslari ochilgan eshitib xursand bo'ldim. Meni ham farzandlarim shu ijtimoiy xodim singari kasb egasi bo'lishiga niyat qildim. Agar biz bitta kambag'al oiladan bitta farzandni, bolani oliy ta'limga yo'naltirsak, kirita olsak, bu bizning haqiqiy natijamiz. Maqsad ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni og'ir vaziyatdan olib chiqish orqali ijtimoiylashuvni ta'minlashdan iborat.